dunyo bo'lsa yaxshi ko'rasizmi? Bu bilan do'zaxga ketasiz. Aroq ichadigan ifloslar bilan yurasizmi? Kim yaxshi ko'rsiz Alloh yo'lida ko'r, kimga yomon ko'rsiz Alloh yo'lida ko'r. Keyin sizni iymon kuchlik. Keyin surdu. Yana nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, tullu bilan qalbi bilan Allohni ko'p yoqing. Zikr ko'p ayting, astagfirulloh ko'p ayting. La ilaha illalloh, subhanalloh va alhamdulillah va la ilaha illalloh. Qaysi zikr bo'lsa Allohni yod qiling. Allah subhanahu va taolo aytadiki, "Fazkuruni azkurkum." Kim meni yod qilsa men buni yod qilaman. Fazkuruni azkurkum. Kim menga yod qilsa men buni yod qilaman, Alloh aytadi. Keyin sahoba surdiki, "Va mozo ya Rasululloh?" Yana qanaqa amal? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, nima ish sizni joniga yaxshi kelsa, boshqalarga ham yaxshi ko'ring. Qanaqa ish sizni joningizga yomon kelsa, boshqalarga ham yomon ko'ring. Shu 3-hadis o'qib beramiz keyin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, g'aybdan xabar berish joiz bo'lganda 5 nafar kishiga albatta ular jannat ahlidan deb guvohlik berdi. Bular kim? Birinchi, kambag'al oila boshlig'i. Birinchi. Ikkinchi, erini rozi qilgan ayol. Shunaqa ayol ko'pmas, shunaqa ayol ozmas. Erini rozi qilgan ayol ko'pmas shu dunyoda. 100% ga 5%, 10% chiqadi yo chiqmadi, Alloh biladi. Xo'p. Uchinchi, o'z mahrini eri sadaqa qilgan ayol. Yo'q shunaqa ayol. Uchinchi, ota-onasi rozi qilgan farzand. Uchinchi, ota-onasi rozi qilgan farzand. Allah aytadiki, "Va qazo robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil walidayni ihsana va bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin." Siz harakat qiling. Agar ota-onasi sizga bir amr qilsa, "Bor, bolam shu narsani menga olib kel, shu ishni qiling." Siz uf qilsiz, shu do'zaxga ketasiz. Alloh aytadiki, padar modarga uf aytma. Uf aytma. Xo'p. Vaqtida so'z. Xo'p. 5-chi gunohlariga tavba qilgan kishi. Gunoh tavba ko'p qilish kerak. Inshaalloh Alloh foydasi ko'p. Xo'p aka.